Türkiye Cumhuriyet Xalq Partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Utku Chakırözür, Tashqi ishlar ministri Mavlud Cavushoğlu'nun Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq tajovuzchilarini tekshirish uchun Sharqi Turkistonga bir hay'at avatadiganligini e'lon qilganligiga 6 oy bo'lganligini eskartdi. Chakırözür Türkiye Büyük Millet Meclisi Tashqi ishlar komitetida o'tkazilgan uchrashuvlar jarayonida Xitoy hukumatining Uyg'ur turklariga qaratgan kishilik huquq tajovuzchilariga qarshi Turkiyaning yetarli inkos qaytarmaganligini aytdi. O Türkiye'nin Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq tajovuzchilari haqida doklad tayyorlab dunyoga e'lon qilishi lozimligini ta'kidladi. U yana Majlis Tashqi ishlar komitetiga ma'lum bergan muavin tashqi ishlar ministri Yavuz Selim Karanning Beyjingning ma'lum rayoniga kirishga ruxsat qilinmaganligi uchun hay'atning ziyoratini ilib borolmaganligini aytganligini bildirdi. 2020 yılı 16 yanvar günü Uyghur jurnalist ve Türkiye Radyo Televiziyasi Uyg'urcha bölümünün xodimi Mirkamil Qashqari bilan Gollandiyada yashayotgan Pidai xabar agentligining qurg'uvchisi va tajribali riyosatchi Ahmadjon Pidai Sharqi Turkiston uchur va madaniyat markazini ziyorat qildi. Mehmonlar Sharqi Turkiston uchur va madaniyat markazining yillardan buyon qilgan xizmatlariga yuqori baho berdi va rais Abdujalil Qarqash apandining hamkorligida hozirgacha ilib berilgan sistemli xizmatlar natijasida qo'lga keltirilgan arxivlar va ma'lumotlarni ko'zdan kechirdi. Arqadan Sharqi Turkiston da'vosi duch kelgan masalalar va hal qilish usullari haqida muzokara ilib berildi. Mirkamil apandi so'z qilib, birlik va ittifoqlikning faqat bir yerga to'planish bilan emas, balki o'xshash bo'lmagan jamiyat va turli usullar orqali o'xshash bir nishon uchun kurash qilish orqali qo'lga keladiganligini ta'kidlab, milliy kurashda aslida g'oyaning bir bo'lishining muhim ekanligini ta'kidladi. Amerika Xitoy savdo urushi davomlashayotgan bir paytda Xitoy iqtisodining 6% oshganligi e'lon qilindi. Lekin Xitoy iqtisodining o'sishi 29 yildan buyongi eng to'van saviyaga tushdi. Xitoy davlat istatistika idorasining e'lon qilishicha, Xitoy iqtisodining o'sishi Amerika bilan bo'lgan savdo urushi va mablag'ning ozishi sababli 30 yildan buyongi eng to'van saviyaga tushgan bo'lib, texnik cho'ng to'vanlashning oldini olish uchun jonlantirish tadbirlari elindi ekan. Gerçi Xitoyning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati o'tgan yilga qaraganda 6% oshgan bo'lsa-mu, lekin 1990-yildan buyani eng tuvancha tushgan. Xitoyda SARSga o'xshab ketadigan bir xil sirliq virus sababli ikkinchi bir kishi o'ldi. Bu xil virus Xitoyda o'tirg'i chiqqandan keyin Yaponiyada mo bayqalgan bo'lib, juma kuni Tailandda mo bir kishida bayqalgan. Xitoyning Wuhan shahrida chorshanba kuni bu xil virus sababli 69 yoshli bir kishi hayotidan ayrilgan. Bu xil virusga bog'liq o'pka yollig'i hozirgacha 41 kishida ko'rilgan bo'lib, 12 kishi yaxshilangan, lekin 5 kishining ahvoli xatarlik. Bu xil virus dastlabda Wuhan shahridagi Beliq bozori va atrofida bayqalgan. Germaniyaning nopsi ko'chmanlarning ta'siri bilan o'tgan yili uning oldingi yilga qaraganda 200 ming kishi eshib, 82,2 millionga yetib rekord yaratdi. Germaniyaning Federatsiya Statistika idorasining ma'lumotlariga asoslanganda, bu yil nopus eshishda rekord yaratilgan bo'lsa-mu, lekin Germaniya nopsi bargan sir qiyirlashmoqda. 1972-yildan buyon tug'ilganlarga qaraganda o'lganlar soni ko'p bo'lmoqda. Egilinishçe, Germaniyada o'tgan yili 770 ming bilan 790 ming orasida bu vaqt tug'ilgan bo'lib, 920 mingdan 940 minggacha bo'lgan kishi vafot bo'lgan. Amerikaning Seulda turishliq bosh elchisi Harry Harrisning burti Koreyada talash tartish paydo qildi. Xalq bosh elchining burtining Koreya Yaponiyaning mustamlikasiga tushib qolgan davrni eslatadiganligini aytdi. Anisi yaponiyalik bo'lgan sobiq dengiz armiya amaldori Harris 2018-yili iyulda Amerikaning Koreyada turishliq bosh elchisi bo'lib tayinlangan. 1910-yildan 1945-yilgacha Koreyada vazifa o'tagan yapon valiylarning burtini eslatganlik uchun xalq Harryga norozilik bildirdi.